Bu mazali taomni kabachkidan tayyorlab ko'ramiz. Kabachkini barrak qilib to'g'rab olamiz. Listimizga pergamen qog'oz solib, to'g'ralgan kabachkilarimizni bir tekisda chiroyli qilib terib chiqamiz. O'simlik yog'iga murch, tuz solib aralashtirib, kabachkilarimiz ustidan shotka yordamida surtib chiqamiz. Endi kabachkilarimiz ustiga qiymalarimizni terib chiqamiz. Qiyma, piyoz, ziravorlar, tuz solib aralashtirib, oldindan qiyma tayyorlab olganman men. Hammasiga bir tekis qilib terib chiqamiz. Qiymalarimizni ustidan smetana solib chiqamiz. Bir xilda qilib tekislab. Smetanani ustidan pomidorlarimizni terib chiqamiz. Pomidorlarimizni hammasini ustiga bir tekisda qilib terib, duxovkada pishirib olamiz. Kabachkilarimiz pishib chiqdi. Endi navbat sirimizni qirg'ichdan o'tkazib olamiz. Qirg'ichdan o'tkazilgan sirimizni kabachkilarimiz ustiga bir xilda qilib solib chiqamiz va duxovkaga yana 5-10 daqiqaga solamiz. Sirlari erib, tillarang bo'lguncha duxovkada pishiramiz. Pishgan kabachkilarimizni issig'ida dasturxonga tortamiz. Juda ham mazali, sochli. Oila a'zolaringizga yoqishi aniq. Albatta tayyorlab ko'ring. Yoqimli ishtaha. Video haqidagi fikringizni kommentariyada kutaman.